Assalomu alaykum. Hozirgi mavzumiz oyoqlarda achishish yoki kuyishish yoki uyushish yoki igna sanchiganda og'riq bo'lishi yoki simillovchi og'riqlar bilan kechuvchi kasallik polinevropatiya haqida bo'ladi. Polinevropatiya bu ko'p nevropatiya, ya'ni nervning patologiyasi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bugungi mavzumizda qo'yiladigan savollar. Birinchisi, buni mexanizmi qanaqa bo'ladi? Ikkinchisi, qanaqa belgilari bor va tekshirish usullari va davosi haqida aytib o'tmoqchiman. Birinchi belgilarni aytib o'tmoqchiman. Belgilaridan oyoqlarda achishishni bo'lishi yoki kuyishishni yoki uyushishni yoki igna sanchiganda og'riqda bo'lishi yoki simillovchi og'riqda bo'lishi yoki terlashining o'zgarishi, ba'zan quruq bo'lib qolishi mumkin yoki ko'p terlashi mumkin. Og'riqning kechqurun bo'lishi, ko'p yurganda oyoqning toliqishi, oyoq mushaklarining zaiflashishi yoki ozishi, ba'zan ko'rpa yopinganda ham, ko'rpa oyoqqa tegib ketgan taqdirda ham og'riqni his qilishi va yana asosiy belgilardan biri simptomlardan qo'l oyoqlarda, masalan, qo'llarda perchatka kiyganday, oyoqlarda naski kiyganday to'piqqacha bo'lgan sohalarda shunaqa hissiyotni, ya'ni shunaqa sezgini, ощущенияni bo'lishi kuzatiladi. Buni mexanizmi qanaqa bo'ladi? Mexanizmida oyoqqa borayotgan nervni 3 ta komponenti bor. Birinchisi harakatlantiruvchi komponentni, ikkinchisi oyoqda bo'layotgan hissiyotlarni sezuvchi komponenti, uchinchisi avtonom komponenti. Shuni nervlarning qaysi biri zararlanishiga qarab, agar sezish nervi zararlanadigan bo'lsa, bunda sensorni polinevropatiya deyiladi. Oyoqlarda achishish, uyushish, kuyishish yoki igna sanchganday bo'lish bilan hissiyot beradi. Ikkinchisi, agar harakatlantiruvchi nervning tolasi zararlangan bo'lsa, bunda mushaklarning kuchsizlanishi va atrofiyasi ozishi kuzatiladi. Bunda ko'p yurganda toliqishlar kuzatiladi. Uchinchisi avtonom tolasi agar nervni zararlanadigan bo'lsa, bunda oyoqning terlashining pasayishi, ya'ni terining quruqlashib qolishi yoki ko'p terlashlar kuzatiladi. Endi buni mexanizmiga kelib qaraydigan bo'lsak, mexanizmi ikkita. Ya'ni oyoqdan borayotgan nervlarni agar nervni olib qaraydigan bo'lsak, kabelday deb olib qaraydigan bo'lsak, ustida qora o'ralgan qobig'i bo'ladigan bo'lsa, bu myelin obolochka deyiladi. Shu nervning oyoqlarning uchlariga borayotgan nervning qobig'i myelin obolochkasi zararlanadigan bo'lsa, myelinopatiya kuzatiladi va ikkinchisi shu qobiqlar zararlanib, nervning o'ziga, ichidagi kabelning o'zi zararlanib boshlaydigan bo'lsa, bu aksionopatiya. Ya'ni mexanizmida nervning myelinopatiyasi yoki aksionopatiyasi yotadi. Agar aksionopatiya bo'ladigan bo'lsa, uni tuzalishi qiyinroq kechadi. Endi nima uchun aynan oyoqlarda yoki qo'lning uchlarida yoki oyoqning barmoqlarida shunaqa holat kuzatiladi? Bunga sabab bel umurtqasidan chiqayotgan oyoq uchlariga borayotgan nervning aksonni, ya'ni shu nerv tolasini uzunligini hisobiga yoki bo'yindan chiqayotgan nervni qo'llarga keladigan nervlarni uzunligini hisobiga. Nerv qanchalik uzun bo'lgan bo'lsa, uni oziqlantirish, ya'ni metabolizm jarayonlari shunchalik ko'proq talab qiladi, energiya ko'proq talab qiladi. Shuni metabolizmlarning buzilishining hisobiga bu uzun nervni oziqlanishi qiyinlashadi. Shuning hisobiga myelin obolochkasi, ya'ni qobig'i zararlanishi mumkin yoki ichidagi nervi zararlanishi mumkin. Sezgi nerv tolasi zararlanadigan bo'lsa, achish, kuyishish, uyushishlar, oyoqlardan sanchuvchi og'riqlar, simillovchi og'riqlar bo'lishi yoki motorning tolasi, harakat tolasi zararlanadigan bo'lsa, bunda mushaklarning ozishi, mushaklar kuchsizlanishi, ko'p yurganda toliqishlar kuzatilishi, avtonom nerv tolasi zararlanadigan bo'lsa, bunda oyoq yoki qo'llarning terlashining pasayishi
yoki ko'payishi yoki oyoq qo'llarning terilarini qurib qolishlari kuzatiladi. Endi bunga olib keluvchi sabablar. Bunga olib keluvchi sabablari birinchisi bu qandli diabet hisoblanadi. Chunki qandli diabetda qonning o'zi qon tomir ichida ham quyuqlashgan bo'ladi va kichik qon tomirlardan oyoq uchlariga yoki qo'llarga qonning borishi qiyinlashadi. Bu birinchi sabab bo'lsa, ikkinchisi kichik qon tomirlarining ichki devorini, endoteliyasini nisbatan metabolizm o'zgarishining hisobiga sal shishishi kuzatiladi. Ya'ni diametrini yanada kichraytiradi. Shuning hisobiga qon borish juda ham qiyinlashadi. Va qiyinlashgandan keyin shu sohadagi to'qimalarda qon aylanishi, shu bilan birga kislorod, oziq moddalar aylanishi qiyinlashadi. Oziqlanishi qiyinlashadi. Miyelin obolochkalari oziqlanmagandan keyin yemilishi boshlaydi va undan keyin qobig'i ketgandan keyin nervning o'zining yemilishi boshlanishi kuzatiladi va shunaqa belgilar, simptomlar beradi. Birinchisi qandli diabet, ikkinchisi alkogolizm natijasida, uchinchisi vitamin B12 yetishmovchiligi natijasida kelib chiqadi. To'rtinchisi har xil toksik ta'sirlar natijasida kelib chiqadi. Geyna barir kasalliklarda ham shunaqa kuzatiladi. Va undan tashqari mielinopatiyaga olib keladigan organizmda o'zida bo'ladigan kasalliklar, masalan, rasseyniy sklerozlar bo'ladigan bo'lsa, o'zini autoimmun proses hisobiga o'zining immun sistemasi nerv to'qimasini ustidagi qobig'ini, mielin obolochkasini yemiradi va shunaqa ощущение beradi. Yana ko'rpa yopinganda og'riq hissi bilan yo ko'rpa yo biror narsa oyog'iga tegib ketadigan bo'lsa, yengil narsa ham organizmga, nervga og'riq hissi bilan beradi. Bu sensitizatsiya deyiladi. Markaziy va periferik sensitizatsiya kuzatiladi. Tekshirishga keladigan bo'lsak, birinchi qondagi qand miqdorini aniqlashimiz, ya'ni glikemik gemoglobinni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bu o'rtacha 3 oydagi qand miqdorini qondagini o'rtachasini ko'rsatadi va undan tashqari vitamin B12 miqdorini, folat kislota miqdorini aniqlashimiz kerak bo'ladi va instrumental tekshirishlardan ENMG tekshirishini o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni elektroneyromiyografiya, nervni yuqori qismidan pastga qarab impulsning o'tishi qanchalik darajada, mielinopatiyami yoki aksionopatiyami, shuni aniqlash uchun kerak bo'ladi. Va undan tashqari nevrologik tekshirishlar, ya'ni polinevropatiyalarda oyoqlarda aytdim mushaklarning ozishi, atrofiyalanish kuzatiladi va reflekslarning pasayishi kuzatiladi. Davosiga keladigan bo'lsak, uni sabablariga qarab davolanadi. Qandli diabet hisobiga bo'ladigan bo'lsa, unda qondagi qand miqdorini normallashtirish va mikrosirkulyatsiyani yaxshilovchi dori preparatlari, Trental, pentaksifilin va aktavigen, zifadinlar va tiagamma, berlition qo'yishimiz kerak bo'ladi va vitamin gruppalariga kerak bo'ladigan vitamin dematon T qo'ysak yaxshi natija beradi. Reapoliglutin qo'yishimiz mumkin. Va og'riq qoldiruvchilardan bu yerda NPVS'lar, non-steroid preparatlari og'riqni qoldirmaydi, ta'siri bo'lmaydi. Bunga amitriptilin, antidepressantlar berishimiz mumkin, velaksin berishimiz mumkin, gabapentin berishimiz mumkin. Agar vitamin B12 yetishmovchilik hisobiga bo'ladigan bo'lsa, vitamin B12 miqdorini to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Toksinlar hisobiga bo'ladigan bo'lsa, detoksikatsiya qilinishi kerak bo'ladi. Agar autoimmun proseslar hisobiga mielin obolochkalarida zararlanish kuzatiladigan bo'lsa, bunda immunodepressantlar qo'llashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Prognozida qanchalik ertaroq aniqlaydigan bo'lsak va davo muolajalarini olib boradigan bo'lsak, shunchalik asoratlarsiz davolash foizi oshadi.